Bay, assalomu alaykum. Bugun Narpaydan Diyorbek ukamiz kelib kelgan oilaviy konkursimizga. Diyorbek senga yarim soat vaqt. Yarim soatda yesang 600 ming so'm pul oshib pul bo'ladi. Mabodo agar 8,5 minutda yesa 10 million so'm pris qo'yganmiz. Vaqt ketdi, boshladi yoqimli ishtaha. Ro'zadan keyin birinchi konkursimiz nasib bo'lsa, g'olib bo'lsin deb Hoş. Yarım git bana yapıyor ha. Diyorbek. Ukamiz Narpaydan kelganimizga sharm nasib bo'ldi. Nasıl? Ameliyat bu ara. Vay. Ukamiz yarimta osh qoldi, bir kishilik osh qoldi. Hali 10 ming vaqti bor edi, quyib qoldim ekan.